Agar siz mana shunaqa chiroyli ko'rinishli shahar markazida yashashni xohlasangiz, albatta video obzorimiz ko'rishni maslahat beramiz. Do'stlar, bu domga keladigan bo'lsa, boshqalardan farqi juda ham xavfsizligiga qattiq qaraydigan joy ekan. 5 ta podiyez bo'lsa, ishoning 50 tadan oshiq video naблюдение kameralari bor ekan. Ana endi uyi o'ziga keladigan bo'lsa, 3 xonali 77-seriya 3-qavatda joylashgan uyimiz. Ko'rtimiz to'liq yangi remontdan chiqqan. Alohida spalnasi bor farzandlari uchun. Va eng qizig'i, o'zini balkoni ham bor. Boshqa 77 seriyada bunaqasini ko'rmaysiz. Ana endi ota-onalar uchun tayyorlangan joy ko'rsatishingiz mumkin. Ishoning eng qizig'i hali oldinda. Gap yo'q, ha? Keng, shinam va juda ham qulay. Hojatxona bilan vannaga keladigan bo'lsa, albatta alohida joylashgan va to'pli pollari ham o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Kelaman, yordam beraman sizga. Oching ko'rsating. Ana endi do'stlar, sizni eng qiziq joyga chaqamiz, ketdik. Planirovka o'zgartirilgan, zal kengaytirilgan, dizaynga bitta e'tibor bering, bitta like bosishga arziydigan dizayn ekan, ko'rishingiz mumkin. TV zona, ovqatlanadigan joy va albatta ayollar uchun juda ham qulay qilingan oshxona, ya'ni balkonni oshxona qilgan. Bu ham to'pli pol. Ikkita stoleshnicasi bilan ko'rish. Hamma kerakli texnikalar o'rnatilgan, muhayyo qilingan. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, 139 ming so'ralyapti. Albatta bizga like bosishni unutmang va obuna bo'lishni ham unutmang. Pastdagi raqamga telefon qiling. Hammamizga Alloh mana shunaqa fayzli xonadonni egasi bo'lishni nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.